Menga qaralaring, qanaqa mebel sotyapsan o'zi? Tinchlikmi, aka? Nima bo'ldi? Kecha xodimlarim salladan mebel olgan ekan. Mana nima bu? Mebellarning brak bo'lib yotibdi-yu, kraskalari ko'chib yotibdi. Nima ahvol u? Nima sotyapsan o'zi? Ha bu bizning mebel emas, aka. Ava, yo'q, aka, o'zirunda. Blaklashga xat o'taymadimi? Hammasi joyida, aka. Sizga o'xshagan klientlar endi bir xillarga keladi-yu, o'rganib ketganmiz. O'z tinchlikmi? Nima kerak edi? Yo'q, ko'rmaysizmi? Kecha bolalarim qattanda stol bilan kreslo olgan ekan. Brak bo'lib yotibdi hamma yog'i. Sizlardan oboda ofisning mebellar yo'qmi? Ya'ni ishni bor, aka. Bu yoq neoklassik bizning do'kon bo'ladi. Hozir sizga zo'rlarini ko'rsataman. Yuring. Bizning mebellar, aka, sifati yuqori darajada. Nimaga? Bularimiz hammasi PVC materialdan qilinadi, ustlari plyonka. Umuman ko'chib ketmaydi. Mana changlarni artib tozalaysizlar-yu, hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Eng muhim tarafi 2 yilgacha garantiyamiz bor. Yo'q, 2 yil berasizlarmi? Albatta. Endi mabodo ofisinglar to'qroq rangda bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa och rangdagi mebellarimiz ham bor. Eng muhim tarafi, alohida mana seyf sotib oladi-ku ko'pchilik. Bizda tortmasini o'zida o'zini seyfi bor. Shunday qilib qo'yib qo'yasiz, narsalaringizga hech kim tegmaydi. Undan tashqari stolimizning shundoqqina yonginasida besprovодной zaryadka, har xil shnurlar, Type-C deysizmi, Lightning deysizmi yoki USB deysizmi, xullas hammasi bor. Alohida udingizni sotib olishingiz umuman shart bo'lmaydi. Mabodo agar bu ham yoqmadi deydigan bo'lsangiz, buyurtma asosida maxsus siz uchun Xitoydan olib kirib bera olamiz. Mabodo o'yinda xodimlarim bilan miting qilaman deydigan bo'lsangiz, xodimlaringiz bilan mana shunaqa katta stolda bemalol miting qilasiz. Agar bunaqa mebelni sotib oladigan bo'lsangiz, boru xodimlaringiz majlisga kechga qolmasdan vaqtida keladigan bo'ladi. Eng muhim tarafi, biz Xitoydan birinchi qo'llardan bo'lib olib kiramiz. Ha, aka, men sizni eshitdim, lekin menga unaqa qimmat mebel kerak emas. Shu joyda adashasiz, aka. Biz Xitoydan birinchi qo'llardan bo'lib olib kirganimiz uchun shahar bo'yicha eng hamyonbop narxlar bizda. Ha, bo'ldi unda, aka. Yo'qsa bitta xodimlarimga, bitta o'zimga mebel qilib berasiz-da. Bo'ldi, gap yo'q.